ushbu bayroqni e'tibor bering. Mana shuni Otaturk qadagan ekan bu yerga, Izmir hokimiyat binosiga. İzmirliklar Otaturkni juda yaxshi ko'rganligi sababli Otaturk qo'li tekkanda bu bayroqni juda qadrlashadi va 100 yillar davomida buni ehtiyot qilib saqlab kelishgan. Kabutarlar. Bu xolalar kabutarlarni dondunlarni sotib o'tirishadi. Undan sotib olib siz kabutarlarga donlar berasiz. İzmir Saat Kulasi, ya'ni Saat qalasi. Abdulhamid, Sulton Abdulhamid II uchun uni o'sha taxtga o'tirganligini 25 yilligi munosabat bilan 1901-yilda o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek fransiyalik me'morlar tomonidan oq marmar bilan qurilgan, xuddiki Toj Mahaldagidek oq marmar bilan qurilgan va buni soatini esa Olmoniya imperatori sog'ingan. Buni yonida Konak jamisi deyiladi. Konak jamisi 1748-yilda shu yerlik Ayşe Hanım tarafından, Ayşe Hanım degan o'sha İzmirlik boy xonadondan bo'lgan 1748-yilda bunyod etilgan Konak jamisi, kichkina jami. Bu keyinchalik Birinchi jahon urushi davrida yopilgan. Yunon-Turk urushini, Gretsiya bilan Turkiya o'rtasidagi urushlarga guvoh bo'lgan. 1748-yilda qurilgan bino 200 yil, salkam 200 yildan keyin yopildi va faqatgina 1964-yilga kelib takroran ishga tushirildi. Hozirgi kunda bu yerda bir vaqt o'zida ham mana bu tarafida to'g'risida erkaklar, bu yerda esa bayonlar, ya'ni mana bu burchakda ayollar, erkaklar ko'rinmaydigan joyda ayollar namoz o'qishadi. Bu saylgoh. To'g'rida dengiz, Egey dengizi. Havo juda go'zal. Turkiyaga tashrif buyursangiz, albatta mana shu joylarga keling. Bu joylarni ko'rish kerak. Men ham ikki bora mana shu Saat qalasiga, Konak jamisiga va Egey dengiziga kelganda juda hayajonlanganman. Haqiqatda kuchli ta'sir qildi. Hozir yana 3-marta kelishimga qaramasdan baribir yaxshi ta'sir qilyapti. Tabiati go'zal, asosan mahalliy aholi tinch, qarang, dengizni musaffo havosi odamlarga ruhiyatiga juda go'zal ta'sir ko'rsatadi. Bolachalar kabutarlarni quvgan, ota-onalar bundan zavqlangan. Shu bahona kabutarlar ham odamlar qo'ldan don yeyishadi. Go'zal manzaralar. Burchakdagi haykal esa bu Yunon-Turk urushida Turk askarlari mag'lubiyatga uchrayotgan bir vaqtda İzmirlik bir jurnalist yigit qo'liga qurol olib, jurnalist, gazetachi deyiladi ular, qo'liga qurol olib bostirib kelgan Yunon askarlariga qarshi qurol ham bo'lmagan, shu qo'lida shu bir narsa olib, bayroq olibmi, men senga vatanimni bermayman senlarga deb qarshi chiqqan. Otilishligini, Yunon askarlar tomonidan o'qqa tutilishini bilib turib, olg'a vatan ozodligi uchun dushmanga qarab olg'a yurgan. Va o'sha joyda otib tashlangan. Ammo uning bu xatti-harakatidan keyin mahalliy aholi, ya'ni shu izmirliklar va Izmir askarlarining ruhiyatiga kuch qo'shilgan va ular jangovar ruhga kirishib, Yunonlarni o'z yurtlaridan quvib haydaganlar. Shuning uchun qahramon o'laroq uni haykali qo'yilgan bu yerda. Ajoyib tarixi bor. Bu
İzmir o'zi qadimda Yunoniston yerlari bo'lgan, keyinchalik Rim imperiyasi tarkibida bo'lgan, Rimdan Vizantiya ajralib chiqqandan keyin Vizantiya yerlari bo'lgan, 11-asrga kelib Saljuqiylarga o'tgan, 15-asr oxirlari 16-asr boshlariga kelib esa Usmoniylar tasarrufiga o'tgan. Birinchi jahon urushi yillari, ya'ni Usmoniylar imperiyasi qulashi arafasida Usmoniylar ancha zaiflashib qolgandan foydalanib, Yunonlar bu yerlarga bostirib kelgan. 20-yillar o'rtalariga qadar o'sha Otaturk askarlari bilan kelgunga qadar Yunonlar tasarrufida bo'lgan. Yana mustaqil qilishgan. Shunaqa taassurotlar. Turkiyaga tashrif buyurgan har bir inson, turist albatta Izmirga kelar ekan, mana shu joylarni ko'rmasdan ketmaydi. Zero aylanishga va tomosha qilishga arziydigan joylar.